qo'rquv bor joyda muammolar uyg'onaveradi har doim. Paydo bo'laveradi. Chunki qo'rqqan odam hamma odamda tahdidni ko'radi. Normal qarab turgan odamga ham menga o'qrayib qarayapti, bu men bilan urushmoqchi degan fikrga boradi. Kimdir ovozini, tonini balandroq qilib yuborsa, bu meni yomon ko'ryapti, bu ham men bilan urushmoqchi. Yo'q, qochish kerak urushganda, yo'q urushish kerak. Bo'ldi, fikr shunda aylanadi. U odam balkim umuman u bilan qizig'i yo'qdir. Uni ishi yo'q. Shuning uchun urush janjalga kelib chiqaveradi. Bolani qo'rqoq qilib o'stirish ertaga ham sog'lig'ida, ham jamiyatdagi o'zini o'rnida, ish topishida va hattoki xotirasini ishlash sistemasi ham yomonlashib ketadi. Qo'rquv bor joyda xotira to'xtaydi ishlash. Xotira ishlamay qoladi. Shuni anglab yetish kerak ota-ona. Va shu qatorda o'zinglar ham agar sizlarda ham qo'rquv kuchli bo'lsa, shu sababli xotiranglar pasayib ketyapti. Chunki qo'rquv bor joyda siz u odamni tushunishga harakat qilmaysiz. Siz nima javob beraman, qanaqa bunga reaksiya bildiraman degan fikr bilan xayolingizda o'tkazasizda, sizga gapirayotgan odamni fikrini eshitmaysiz. Va shuni hisobiga tushunmovchilik paydo bo'ladi. Shunga bolalarga ichida qo'rquv paydo qildinglarmi, bilinglarki, uni o'qishi ham, sog'lig'ida ham muammolar paydo bo'ladi. Bu sizlarning aybinglar bo'ladi aslida. Bolani aybi emas. Bolani jazolashga bunaqa holatda shoshmanglar.